Pensiyaga chiqish uchun endi 60 yosh yetmaydi. Xalqaro tashkilot Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonga shok tavsiya berdi. Pensiya yoshini oshirish kerak. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang va videoga like tugmachasini bosib, videoni oxirigacha ko'rishingizni so'raymiz. Bu nimani anglatadi? Qachondan kuchga kiradi? Bugun sizga aniq faktlar, tahlillar va sabablari bilan tushuntiraman. 24-iyun kuni Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiy bayonot berdi. Unda shunday deyilgan: agar O'zbekiston pensiya tizimini isloh qilmasa, yaqin yillarda tizim barbod bo'ladi. Ular 5 ta asosiy tavsiya berishdi. Pensiyaga chiqish yoshini oshirish, ya'ni hozirgi 60 va 55 yosh yetarli emas. Badal stavkalarini ko'tarish, ishchilardan ko'proq pul ushlab qolinish ehtimoli. Imtiyozli sharoitlarni bekor qilish. Ba'zi tashkilotlar endi ertaroq pensiyaga chiqa olmaydi. Pensiyani o'rtacha umrboqiy daromadga qarab hisoblash. Narx-navo asosida indeksatsiya qilish, ya'ni pensiya har yili avtomatik ko'tarilib boradi. Bu nima degani? Demak, odamlar ko'proq ishlaydi, lekin qachon pensiyaga chiqishi hali aniq emas. Eng qizig'i, hukumat bu borada allaqachon ish boshlagan. 2025-yilda maxsus islohot loyihasi tayyorlanadi. Sentyabrda esa prezidentga taqdim etiladi. Ammo savol tug'iladi: ish topolmayotgan 50 bilan katta yoshdagilarchi? Og'ir mehnatdagi insonlar yana nechta yil ishlash kerak? Yoshlar uchun ish joylari kamaymaydimi? Bu savollarga hozircha rasmiy javob yo'q. Do'stlar, pensiya tizimini yangilanishi zarur, lekin bu islohotlar xalq hisoblashgan holda bosqichma-bosqich va tushuntirish asosida bo'lishi kerak. Siz qanday fikrdasiz? Pensiya yoshining oshirilishini qo'llab-quvvatlaysizmi yoki yo'q? Kommentariyada fikringizni yozing. Bu mavzu sizni befarq qoldirmaydi. Kanalga obuna bo'ling, like bosib, videoni ulashing. Bu kabi muhim mavzularni birgalikda tahlil qilamiz.